Assalomu alaykum azizlar. Navbatdagi oshxonamiz bitti. Xudo sizlarga yoqsa, obuna like bosib qo'yinglar. Xo'sh, 4,5 metrga 310 sm oshxona yo'li berganmiz. Bir tavda asallarni ko'rib chiqamiz ekan. Xo'sh, chap tomonga keladigan bo'lsak, gaz bilan qo'ygan addini jo'q ketganmiz ekan. Tayyor ishlaylarni tashib qo'yganmiz. Xo'sh, tepa qismlar polkalardan iborat. Xo'sh, bu tomoniga mikrovolnovka tushadi ekan. Pastiga gazimiz bor. Tepa qismlari mantiqozon qo'ygan addini polkalar addini katta-katta qilib berganmiz ekanlar. Tepa qismlari antrasolli bo'lgan. Bag'aga kirmoshlarimiz ketdi ekanlar. Xo'sh, bu tomondan polkalar ajoyib terib qo'ygan svinillarni. Xo'sh, akamiz keyin bu tomoniga bitishgan tepasidan ko'ra akkuratniy qilib mana shu holatda o'rab berganmiz ekanlar. Ichidan bemalol foydalanishdan mumkin. Juda ham zo'r akkuratniy turadi. Mana shunaqa qilishlar. Buni hamma ham qilavermaydi. Hamma ham qilavermaydi. Xo'sh, bu tomoniga gazimiz pastga tortma qilib berganmiz. Qoshidonimizni ochib pastga ochiladi. Akkuratniy qilib, ha? Xuddi mana shu holatda foydalanishingiz mumkin ekanlar. Kimga kerak bo'lsa nomerlarimiz bor. Xo'sh, bu tomonga kelgan bo'lsak, addini polkalar ekanlar. Buni ham aytib bunimiz ekanlar tandem mexanizmi bo'lgan, laminatda ekanlar, laminatda. Tandem mexanizm. Eng original mexanizm, ha? Qanday metal bo'ldi-da. Bo'ldi, endi yaxshi ishlaydi. Xo'sh, bari mo'ykamiz ekanlar, mo'ykamiz taglari ariston qo'ygan addini jo'r qilib ketilgan, tepa qismlariga sushilka qo'yib ketganmiz ekanlar, mana shu holatda. Bu ham shu naqd ichida bo'ladi. Bu naqd ichidagi mo'ykasi bor, qoshiqdoni, sushilkasi, mavz setlari bonus bo'lyapti ekanlar. Yaxshi gapirsa, vitishkani ham qo'yib beraveramiz, ha? Xudo xolos. Vitishkani ekanlar, mayli kelishamiz ekan. Xudo xolos. Tepa qismlari antrasolli bo'lgan, push mexanizmda shu bosaslar bo'y bermayapti cho'da. Mana shu holatda keladi. Xo'p, razmeri keladigan bo'lsak, keyingi 4,5 metr bo'lgan, balandligi 310 sm bo'lgan. Narxi keladigan bo'lsa, narxi 3,5 million so'm beramiz. Kimlardir mashg'ulotlarga bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Bu mebelimizni Qo'qon shahriga tayyorlab berganmiz. Stansiyalarga turli bo'lgan. Rossiyskiy 4 bo'lgan 10 garantiyasi bor ekan. Bexijolat aloqaga chiqarib, nomerlarni pastga qoldiramiz. Telefonlarni ko'tara olmay qolishimiz mumkin. Telegram bo'lsa albatta 100% javob beriladi. aka, dostavka uстановкасini ham bitta tushuntirib keting. Qayergacha bepul, qayergacha kelishamiz? Oddiy bo'lib ekan, dostavkasi mutlaqo bepul, borib bo'yicha xizmatlar mutlaqo bepul. Faqat Toshkent shahrimizga dostavkamizga ozgina qo'shish mumkin. Narxiga ham ozgina qo'shilib qoladi, chunki olib borib o'rnatib, e'tiborga o'rnatish ham bor. Shuning hisobiga narx-navosi ozgina narx farqi qolishi mumkin. Faqat bu narxlar oddiy bo'lib amal qiladi ekanlar. Kimga kerak bo'lsa, mana shu ishlarimizni qo'ldan qo'lga xohlagan rangni ham xohlagan setlarni 100% qilib ishlarni zo'rlab bitirib beramiz ekanlar. Bu polni fasad akril, yonqisini rossiyskiy laminat, 100% kropkada bo'lgan, mexanizmlar turidskiy bo'lgan ekanlar. Bemalol 15 yil xizmat qiladi deb ayta olaman ekanlar. Yana nima kerak ekanlar? Aloqaga chiqasizlar.